Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz hech kimni yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Men 10 mingta aholini haqiqiy urushni taqlid qilishga majbur qilaman va men haqiqiy urushni nazarda tutyapman. Chunki men Minecraftga kodni qo'shdim. Bu ularni sun'iy intellekt kabi tutishga va asrlar davomida davom etgan oddiy inson rivojlanishiga taqlid qilishga majbur qiladi. Qoidalar juda oddiy. Kim tirik qolsa, o'sha g'alaba qozonadi. Boshlashingiz mumkin. Bunchalik tez boshlanishini kutmagandim. Apelsin jamoasi birinchi qonni turibdi. Ustidan ular bu yerda hukmronlik qilishadi. Do'stim, mabodo sen Hindistondan kelmadingmi? Yashillar afsuski mag'lub bo'ldi. Apelsin jamoasini g'alaba bilan tabriklayman, lekin urush endi boshlandi. Yashillar o'z jamoasini qaytadan tiklab, daraxtni chopishga ham kirishib ketishdi. Hattoki uy qurishga ham ulgurishyapti. Sizlar nima qilmoqchisiz, apelsinlar? Qishloqni bosib olmoqchimisiz? Yaxshi g'oya. Nimasi bu? Nimalar qilyapsiz, do'stlar? Bu yerda nima bo'lyapti? Yaxshisi men ketganim ma'qul. Do'stlar, juda oshirib yubordingiz. O'zingizga o'xshaganlarni qul qildingizmi? Bu g'oya qayerdan keldi? Yaxshi. Mayli, apelsin jamoasini ko'rib bo'ldi. Endi yashillarga nima? Nimalar qilib tashladinglar? Do'stlar, to'q qo'y qurish yaxshi g'oya, lekin ehtiyot bo'linglar. Do'stlar, bu qanday turibdi? Mayli. Yashillar o'zlariga kerakli resurslarni kovlashni ham boshlab yuborishibdi. Birodar, nima bo'ldi? Nega baqirdding? Tushunarli. Birodar, qanday tirik qolding? Mayli. Ehtiyot bo'l, o'lib ketma. Xo'p, mayli. Bu yerda nima bo'lyapti? Sovuqlar tarqatyapsizlarmi? Yaxshi yashillar. Malades. Ayni paytda yashillar o'zini bor kuchini yig'ib, sabzi ranglarga hujumga o'tishga qaror qilishdi. Sabzi ranglar esa, hech nima qilmadingizmi? Do'stlar, axir sizlarda ham biron narsa bo'lishi kerak-ku. Va nihoyat, sirli qurolingizni olib chiqqani kirdingizmi? Xo'sh, non. Nima qilib beradi sizlarga non, ahmoqlar? Do'stlar, menimcha yashillar g'alaba qozonsa kerak. Bu yerda juda yomon bo'lyapti. Sabziranglar aniq yutqazdi. Axir bu hindistonlik jitel-ku, endi hammani inasini ko'rsatadi. Do'stlar, shuning uchun hindistonlik jitellar bilan bachakalashib o'tirmanglar. Do'stim, sen juda kuchlisan, lekin qanaqasiga hali ham yutkazyapsizlar? Bu sizning aybingiz. Videoni boshlabdagi bitta yashilni o'ldirdingiz xolos. Xo'sh, hozirgi vaqtda esa yashillar yangi reja tuzishyapti. Xo'p, nimani o'ylab topdingiz? Creeperlar? Nima qilmoqchisiz bularni? Do'stlar, sizlar tushundim. Sizlar dinamit yasamoqchisiz, to'g'rimi? Endi 100% yashil jitillar yutadi. Bu sabzirang jitillarni yer bilan bitta qilamiz, yigitlar. Olg'a! Yashil jitillar yana hujumni boshlab yuborishdi. Bu safar ular o'zlariga chegaralar qo'shyapti. Qizil jitillar nima qilyapti? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Qani qo'yganingiz? Do'stlar, nima qilyapsizlar? Qurbonlikmi? To'xta, faqat kichkina jitilni emas. Xavotir olmanglar do'stlar, men kichkina jitilni qutqarib qoldim, chunki men yaxshiman. Shuning uchun kanalimga obuna bo'linglar. Do'stlar, qurbonlik qilganingiz bilan kuchli bo'lib qolmaysizlar. Buni sen o'ylab topdingmi, la'nati? Do'stlar, sizlar jinni bo'lib qolibsizlar, hammaylar. O'zingizdan ko'ring.
Yashil jitellar, ularni yo'q qiling, o'zim ruxsat beraman. Kapitan, birinchi bo'lib anavi hindistonlik jitelni yo'q qilinglar. Ha, hindistonlik jitel yo'qmadimi? O't. Menimcha yashil jitellar deyarli yutib bo'ldi. Faqatgina bir nechta sabzirang jitellar qoldi, xolos. Do'stlar, endi nima qilmoqchisizlar? Yo'q, sen tirik qoldingmi? Yo'q, do'stlar, hattoki unga biron narsa ham qila olmayapsizlar. Biron narsa qiling, do'stlar. Hindistonliklar juda kuchli ekan. Boya aytganimdek, do'stlar, hindistonliklar bilan pachaklashib o'tirmanglar. Xo'p, sen atigi bitta jitinni o'ldirsang yutasan. Nima, topolmayapsanmi? 5 daqiqa oldin. Hoy, sen ham buni eshityapsanmi? Xullas do'stlar, anavi hindistonlik jitelni tanasini umuman topolmadim. Shuning uchun yashil jitellar g'alaba